Assalomu alaykum YouTube kanalim obunachilari. Bugun sizlar bilan navbatdagi trading bo'yicha bepul darsligimizni boshlaymiz. Demak, bugun biz sizlar bilan tanishib chiqadigan mavzularimizdan biri bugun chart turlari haqida gaplashamiz. Traderlar orasidagi eng mashhur chart turlari bular. Men shaxsan bilganim 3 ta. Bular mana barlar, liniya ko'rinishida va candlestick. Eng mashhuri mana shu candlestick hisoblanadi. Demak, o'rtoqlar, sizlarga bir boshdan xudo xolasa har birini vazifalari va o'rtasidagi farqlarni xudo xolasa imkon qadar tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, o'rtoqlar, biz birinchi sizlar bilan ushbu candlesticklar haqida gaplashamiz. Xo'p, men o'chirib olish, чтобы oson ko'rinishi uchun. Demak, o'rtoqlar, sizlar candlesticklar ikki turda bo'ladi. Bittasi tushuvchi, bittasi ko'tariluvchi, ya'ni klassik ranglari ularni yashil va qizil. Odatda ko'tarilish rangi yashil, tushuvchi candlestickimiz qizil rangda bo'ladi. Buni siz nastroyka orqali rangini mana simbol orqali bemalol o'zgartirib olishingiz mumkin. Body degani bu mana bu tana qalin bo'lib turgan joyi. Borders mana shu tanani ya'ni chetki qismlari. Wick bo'lsa mana bu chiqib turgan liniyalar wick deyiladi. Ya'ni o'zbek tilida soya deb ham aytish mumkin. Demak, o'rtoqlar, bizga candlesticklar bitta vaqt o'zida bizga 4 ta ma'lumotni beradi. Даже 5 tagacha ham bo'lishi mumkin. Hozir sizlarga tushuntirib beraman. Demak, o'rtoqlar, xo'p, birinchi bo'lib sizlarga qizil candlestickdan boshlaymiz. Xo'p, bizda candlestick o'zi ikki qismdan iborat. Bittasi soya, bittasi mana bu qalin bo'lib turgan tanasi, ya'ni body. Ingliz tilida bu tana body, mana bu liniyalar esa wick deyiladi. Demak, o'rtoqlar, qizil ya'ni tushuvchi candlestickdagi mana bu tananing eng yuqori qismi bizda open narxi ochilish nuqtasi deb aytiladi. Ingliz tilida open price deb aytsangiz ham bo'ladi. Tanani eng quyi qismi esa bu bizda close, ya'ni yopilish nuqtasi. Ya'ni mana shu candle hozir men 15 minutlik time frame da ko'raman. Ya'ni 15 minut vaqt ichida mana shu candlestick shakllangan. 15 minut yangi 15 minut boshlanganda mana shu joydan ochilib, mana shu joyda yopilganligini bildiradi. Keyin esa 15 minut vaqt ichida narx mana shu eng yuqori qismi, ya'ni 15 minut ichidagi eng yuqori qismi mana shu high, ingliz tilida high deyiladi, ya'ni o'zingizlar ham bilasizlar menimcha. Mana bu eng quyi qismi esa low deb aytiladi. Ya'ni mana shu 15 minut vaqt ichida mana shu candlestick eng yuqori borgan joyi mana shu bo'lgan, eng quyi borgan joyi mana shu bo'lgan. Oxiri keyin sotib oluvchilar unga ta'sir o'tkazgani sabab yuqoriga ko'tarishgan. Mana bu joyda qolib ketmasligiga sabab esa o'sha sotuvchilarni birmuncha ta'siri natijasida mana bu joygacha olib tushganligini bildiradi. Xo'p, demak biz qizil candlestickni tushunib oldik. Endi esa yashil candlestick tushuntiradigan bo'lsam, bunda ham xuddi shunaqa deyarli, faqatgina ozginagina farqi bor. Hozir sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p. Mana bu joylarni o'chirib tashlaymiz, so'ba osonroq ko'rinishi uchun. Demak, o'rtoqlar, mana xo'p, bizda yashil candlestickimiz ham xuddi shunaqa 4 ta qismdan iborat. Bunda faqatgina ochilish va yopilish nuqtalari farq qiladi. Ya'ni pastki qismi bunda open, ya'ni ochilish nuqtasi. Tanani yuqori qismi esa bizda yopilish nuqtasi bo'ladi. Ya'ni mana shu 15 minut, yangi 15 minut vaqt ochilganda, yangi 15 minutlik kelganda deylik, tushunarli bo'lish uchun, mana shu joydan ochilib, oxiri 15 minut tugaganda mana shu joyda yopilgan. 15 minut vaqt oralig'ida esa narx mana shu joyga tushib, mana bu joygacha ko'tarilgan va sotuvchi va sotib oluvchilarning ta'siriga ko'ra bu joyda qolib ketmasligiga sabab bo'lgan. Ya'ni bu yerda ham xuddi shunaqa qolgan joylar o'zgarmaydi. Bu yerda bizda low, yuqori qismi esa high hisoblanadi. Boislarga men bundan sal oldinroq aytib o'tdimki, 5 tagacha ma'lumot beradi dedim. Hozir lekin biz 4 ta ma'lumot ko'rib turibmiz. Nimaga unaqa dedim? Chunki 5-ma'lumot nima bo'ladi bizda? Candlestick razmeri ham
bizaga qanaqadir ma'noda ma'lumot beradi va ba'zida qo'shimcha tasdiq sifatida ana shuni ishlatamiz. Misol uchun, deylik mana qizil candlestick uzun, tanasi esa kichkina, lekin mana bu soyasi viki juda ham uzunligini ko'rib turibmiz. Agar mana tanasi ham juda bir kichkina bo'lganda bizda qo'shimcha tasdiq bo'la olardiki, bu ham qo'shimcha tasdiq bo'lishi mumkin, lekin unchalik bir kuchli emas. Agar mana bu tana juda ham kichkina bo'lsa, hattoki bundoq liniya ko'rinishida ham bo'ladi. Ana shu ko'rinishda bo'lganda bizda ya'ni narx o'suvchiligini bildiradi. Ya'ni narx mana bu yergacha tushgan bo'lsa ham, narx mana bu joygacha tushgan bo'lsa ham, uni sotuvchilar bu yerda ushlab tura olmaganda, ya'ni sotib oluvchilar ta'siri kuchli bo'lgani uchun mana shu joydan mana bu joygacha ko'tarishga muvaffaq bo'lishgan. Bu degani ya'ni sotib oluvchilarning kuchi hali bor, hali narx o'sish ehtimoli katta degan bir ma'noni beradi. Shuning uchun bu haqda xudo xolasa yana отдельно darslik o'tamiz. Hozir sizlarga shunchaki 5-ma'lumot nimaligini qisqacha tushuntirib bergan bo'ldim. Demak, o'rtoqlar, sizlar bilan hozir candlestick ko'rib chiqdik. Endi esa barlar bilan unchalik to'xtalmayman, sababi candlestick bilan barlarni deyarli farqi yo'q. Mana ko'rib turibsizlar, bir xil, faqat vizual jihatdan farq qiladi. Atak ma'lumot beradigan narsasi bir xil. Shuning uchun shunchaki men bu narsa ham ishlatilinadi degan ma'noda sizlarga ko'rsatishga qaror qilgandim. Xo'p, liniyalar bizda liniyalar candlestick bilan liniyani farqi shundaki, liniyada faqatgina biz bittagina ma'lumot olishimiz mumkin. Ya'ni liniya bizga faqatgina yopilish nuqtasini ko'rsatib beradi. Mana hozir sizlarga isbotlab beraman. Deylik, mana bu nuqta eng yuqori nuqta. Hozir belgilab oldik mana. Endi esa candlestick o'tkazadigan bo'lsak, mana soyalarni hisobga olmaydi. Faqatgina yopilish nuqtasini bizga ko'rsatib beradi. Ko'rishinglar mumkin, mana liniya bilan bir xil. Ya'ni mana bu joyda yopilgan narx, bu narx bu ochilgan bo'lsa ham narx bu yopilgan, yopilish nuqtasini bizga ko'rsatib beradi. Ochilish nuqtasini umuman e'tiborga olmaydi. Mana ko'rib turganingizdek, liniya bilan birga bir holda turibdi. Shu tomonlama bitta ma'lumotni berishi tomonlama liniya unchalik ishlatilmasligiga sabab. Lekin o'ziga yarasha strategiyalar borki, liniyalar bilan ishlanish holatlari kuzatiladi. Lekin yana bitta plus tomonini aytaman. Ba'zida trendlarni aniqlashda juda ham bir chalkashliklar bo'ladi. Ya'ni mana shu candlesticklar bilan, misol uchun, deylik, mana bu joydan tortaymi yoki mana bu soyasini e'tiborga olaymi yoki tanasi bilan chizish kerakmi degan bir savollar bo'lib qoladi. Hozir bu unchalik aniq bo'lmayapti. Xo'p, sizlarga bir aniqroq nuqtalarni topib berishga harakat qilaman. Hop. Deylik, mana bu joyda bilan mana hop, aniq. Boshqa narsaga o'taylik. Hop, mana o'rtoqlar, sizlarga hozir candlestick bilan liniyani, ya'ni liniyani qanaqa afzallik tomoni borligini hozir ko'rsataman. Candlestick holatida biz trend liniyalarni ba'zida chizishda qiynalamiz. Ya'ni mana bu joydan, ya'ni tanasidan chizish kerakmi yoki soyasidan mana bunaqasiga chizish kerakmi deb savollar bo'lib qoladi odatda. Shunaqa holat bo'lganda bizga liniyalar ko'proq yordam beradi. Mana chunki liniyada mana bu soyalar e'tiborga olinmaydi, faqatgina aytib o'tganimizdek yopilish nuqtalarini e'tiborga oladi va shunga ko'ra biz mana shu nuqtalar eng yuqori nuqtasi bilan birlashtiradigan bo'lsak, bizda qanaqadir aniqroq bo'lgan, ya'ni candlestickga nisbatan aniqroq bo'lgan bir trend hosil bo'ladi. Mana bunda ham ko'rishinglar mumkin. Biz agar candlestickga asosan chizganimizda bunaqa chizmasdan mana bu qanaqadir soyalarni ham e'tiborga olishimiz mumkin edi. Liniyada bo'lsa bizda aniqroq bo'lgan trendni ko'rishimiz mumkin. Shunga mana quyigacha tushirsak va mana bu joyda breakout bo'lib retest berganini ko'rishimiz mumkin. Hozir mana bu joyda qaranglar. Mana hamda breakout bo'lgan va mana breakout bo'lib test berib, hattoki mana bu ham test bergan.
lekin bu yerda test berganini uncha ko'ra olmayapmiz. Shunda shu tomonlama minusi bor liniyani shunaqa holatlarda biza mana shu ikkalasini, ya'ni liniya bilan candlestickni ikkalasini birlashtirib sinxron ravishda biza savdolarimizni qilsak, yanada ko'proq bir tasdiqlarga ega bo'lishimiz mumkin. Shuning uchun ikkalasini birlashtirgan holatda ishlatishni tavsiya etaman. Faqatgina liniyaga yoki mana bu candlestickga asoslanmasdan ikkalasini ishlatib qo'shimcha tasdiq olishimiz mumkin. Xo'p, demak o'rtoqlar, sizlar bilan bugun chart turlari haqida gaplashdik. Biz ishlatadigan candlestick, liniya va barlar, asosiy ishlatadiganlarimiz esa aytib o'tganimizdek yapon shtamlari, ya'ni candlestick hisoblanadi. Agar mavzu qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, kanalimga obuna bo'ling. Xudo xolasa yana bepul darsliklarimiz davom etadi. Agar qanaqadir joylariga tushunmagan bo'lsangiz, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Xudo xolasa yana sizlar bilan xudo xolasa ko'pgina darslar davomida ko'rishib boramiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.